Ko'rib turganingizdek, kuz mavsumi o'z nihoyasiga yetdi va bizni oldinda qahraton qish kutib turibdi. Qish mavsumida elektr muammosidan uzilishlar bo'lmaydi deb umid qilamiz-ku, lekin baribir mabodosiga tayyor turish kerak. Mana shunday holatlar uchun biz siz aziz mijozlarimizni o'ylab shovqinsiz generatorlarimizni sotuvga chiqardik. Odatda generator deganda quloqni teshib yuboradigan darajadagi shovqinli uskuna ko'z oldingizga keladimi? Biz buni hozir aksini ko'rsatib beramiz. Ushbu invertorli shovqinsiz generatorlarimiz 4 xil modelda sotuvga chiqqan. EBG 2000, EBG 3500, EBG 4500 va hamda EBG 5500. Hozir barchasini birma-bir aniq qilib, detalli obzor qilib beraman. Eng kichkina modelimizdan boshlaymiz. Modeli EBG 2000. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, transportirovka uchun, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga qulay, oson olib o'tish uchun mana bunday tutgich. Benzin quyish joyi, benzin qoldig'ini ko'rsatib turadigan indikator. Bu yerda svechasiga xizmat ko'rsatish joyi, zaslonka, tortgich, orqa tomonida glushитель. Bu yerdan moy quyish joyi va generatorimiz korpus qismi to'liq shuma izolyatsiya qilingan. Texnik xususiyatlarga keladigan bo'lsak, ushbu modelimizning dvigatel turi 1 silindrli 4 taxtli invertorli dvigatel bilan jihozlangan. Maksimal quvvati 2 kW, nominal quvvati esa 1.8 kW. Yoqilg'i bak sig'imi 4 litrgacha benzin oladi. Moy bak sig'imi esa 350 gram moy oladi. Uskunamizning og'irligi 21 kg. 1 soatda yoqilg'i rasxodi 0,5 litrni tashkil etadi. Bu qanday holatda? Bu uskunani maksimal darajada bosib ishlatgan holatda. Agar o'rtacha holatda ishlatsangiz, bundan ham kam bo'lishi mumkin. Tablo qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda 3 ta indikator mavjud. Birinchi indikatorimiz moy darajasi indikatori, ya'ni moy kamayganda ushbu indikator yonadi. Ikkinchi indikatorimiz AC indikator, ya'ni uskuna ishga tushganda doimiy zangor bo'lib shu indikator yonib turadi. Uchinchi indikatorimiz peregruz, ya'ni uskunamiz ortiqcha peregruz bilan ishlab turganda shu chiroq, shu indikator qizil bo'lib yonib sizga xabar beradi. Va shu holatda peregruz orqali ishlab turganda uskuna o'chib qolsa, mana bu zibros tugmasi bilan bosib turib qaytadan ishga tushirish knopkasi. Eko rejim, ya'ni ekonom rejimga olib o'tish yoki ekonom rejimdan chiqarish tugmasi. Bu yerda bir dona 220 li переменный tok rozetkasi, bu yerda 12 volt 5 amperlik постоянный tok rozetkasi, ya'ni akkumulyatorlarni quvvatlash uchun xizmat qiladi va shuni постоянный tok rozetkasini предохранители va nihoyat oxirgisi bo'lib bu zazemlение. Keyingi modelimiz EBG 3500. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, buni ham transportirovka uchun mana bunday tutgichi mavjud. Benzin quyish joyi, moy quyish joyi, svechani almashtirish joyi, orqa qismida glushитель va havo ventilyatsiyasi, tortgich va zaslonka. Bu modelimizni ham korpus ichki qismi to'liq shuma izolyatsiya qilingan. Texnik xususiyatlari bu modelimizni ham dvigatel turi 1 silindrli 4 taxtli invertorli dvigatel bilan jihozlangan. Maksimal quvvati 3,5 kW, nominal quvvati esa 3 kW. Yoqilg'i bak sig'imi 5,5 litr, moy bak sig'imi esa 600 gram. Og'irligi buni ham 21 kg. 1 soatdagi benzin rasxodi 850 gram. Yuqorida aytganimdek, bu 850 gram ushbu modelimizni bosib boricha ishlatganda 850 gram rasxod qiladi. Atak o'rtacha ishlasangiz bundan ham pastroq bo'ladi. Tablo qismiga o'tamiz. Bu yerda bir qancha o'zgarishlar bor. Birinchi indikatorimiz moy darajasi indikatori, ikkinchi indikatorimiz uskuna ishlab turganda yonib turadigan indikator, uchinchi indikatorimiz peregruz indikatori, ya'ni uskuna keragidan ortiq kuch bilan ishlab turganda ushbu indikator yonib o'chib qizil bilan yonadi. Перезапуск knopkasi, ya'ni qaytadan ishga tushirish knopkasi, ekonom rejimga olib o'tish va ekonom rejimdan chiqarish tugmasi, elektron tablo, volt, gerts va soatni ko'rsatib turadi. Bu yerda ikkita 220 li переменный tok rozetkamiz. Bu yerda akkumulyatorlarni zaryad qilish uchun 12 volt 8 amperlik постоянный tok razyomi. Bu yerda esa telefon va shunga o'xshagan qurilmalarni quvvatlash uchun Type-C hamda USB razyomimiz. Bu esa ikkita parallelniy generatorlarni bir-biriga ulab turib ishlatish uchun parallelniy tok razyomimiz va nihoyat oxirgisi zazemlение.
Hop, endi bahaybat modellarimizga o'tamiz. Modelimiz EBG 4500. Tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. 135 gradusgacha ochib yopiladigan va transportirovka, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga qulay, oson olib o'tish uchun mana bunday alyumin rama. Shuningdek, 4 ta rezina balon va rezina balonlarni qulflash uchun mana bunday qulf, tormoz. Benzobak, benzin qoldig'ini ko'rsatib turadigan indikator, moy zapravka. Buni ham korpus qismi to'liq shumoizolyatsiya qilingan va bu yerda uskunani an'anaviy ishga tushirish uchun tortgich. Orqa qismida glushитель va hamda havo ventilyatsiyasi joylashgan. Texnik xususiyatlariga to'xtalamiz. Boshqa modellarimiz kabi bu modelimizda ham dvigatel turi 1 silindrli 4 taktli invertorli dvigatel bilan jihozlangan. Maksimal quvvati 4,5 kW, nominal quvvati esa 4 kW. Yoqilg'i sig'imi 11 litrgacha benzinni oladi. Moy sig'imi esa, moy baki sig'imi 600 grammgacha moyni oladi. Aytgancha, moyni ham benzinni ham faqat sifatlisini quyish kerak, ya'ni iloji boricha AI 92 markadagi benzinni quyish tavsiya etiladi. Ushbu modelimizning og'irligi 42 kg. 1 soatda yoqilg'i rasxodi esa 1 litr 220 grammni tashkil etadi, ya'ni 1 litrdan birozgina ko'proq 1 soatda rasxod qiladi benzin. Tablo qismiga o'tamiz. Tabloda o'zgarishlar yo'q. Moy darajasi indikatori, ishlab turganda yonib turadigan indikator, перегруз indikatori, qaytadan ishga tushirish tugmasi, ekonom rejimni o'chirib hamda yoqish va aytganchalik boshqa modellarimizda bo'lmagan yagona bir o'zgarish bor. Bu mana bu knopka orqali uskunani ishga tushirish tugmasi, ya'ni pusk tugmasi. Buni birozdan keyin qanaqangi to'g'ri ishga tushirish kerakligini ko'rsatib beraman. Ikkita 220 lik переменный tok rozetkasi, akkumulyatorlarni quvvatlash uchun 12 volt 8 amperli постоянный tok rozetkasi. Bu shu постоянный tok rozetkasini предохранители, zaslonka va doimgidek zazemlение. Tabloyimizda shular bor xolos. Demak, so'nggi modelimizga yetib keldik. Eng premium modelimiz modeli EBG 5500. Tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Transportirovka uchun, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish uchun qulay, mana bunday 120 gradusgacha qayriladigan alyumin ramalar. Xuddi shunday 4 ta rezina balonlar va shu balonlarni qotirib qo'yish uchun tormoz sistemasi. Benzobak, svechaga xizmat ko'rsatish uchun mana bunday maxsus joy, benzin qoldig'ini ko'rib turadigan indikator va moyni almashtirish kerak bo'ladigan joy. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, orqa qismida glushitelь hamda havo ventilyatsiyasi joylashgan. Zaslonka hamda tortgich. Texnik xususiyatlari yod bo'lib ketgan bo'lsa kerak sizlarga, chunki texnik xususiyatlar deyarli o'zgargani yo'q. Dvigatel turi 1 silindrli 4 taktli invertorli dvigatel, maksimal quvvati 5,5 kW, nominal quvvati esa 5 kW. Yoqilg'i bak sig'imi 11 litrgacha benzinni oladi. Moy bak sig'imi esa 700 grammgacha moyni oladi. Ushbu uskunamizning og'irligi 42 kg. Ushbu uskunamizning 1 soatdagi yoqilg'i sarfi 1 litr 380 gramm, ya'ni bu 1 litr 380 uskunani maksimal darajada boricha ishlatsangiz shu raqamlar kelib chiqadi. Atak o'rtacha normal holatda ishlatsangiz bundan ham kam bo'ladi. Ushbu modelimizning tablo qismiga o'tamiz. Doimgidek 3 ta indikator, moy indikatori, ishlab turgan yonib turadigan indikator, перегруз indikatori, qaytadan ishga tushirish knopkasi, eko rejim va hamda bu modelimizda ham start stop funksiyasi bor. Elektron tablo, volt, amper vaqtni ko'rsatib turadi. Bu yerda ikkita переменный tok beradigan 220 lik rozetkamiz, bittasi Euro razyon, bittasi oddiy razyon. Va telefon va shunga o'xshagan qurilmalarni quvvatlash uchun bitta USB razyon va bitta shuningdek Type-C razyon. Постоянный tokni предохранители va 12 voltli akkumulyatorlarni quvvatlash uchun mana bunday постоянный tok rozetkasi. Bu yerda parallelniy tok, ya'ni ikkita generatorni bir-biriga ulab turib ishlatadigan parallelniy tok razyonlari va so'nggisi doimgidek zazemlение. Hurmatli mijozlar, video obzorimizning eng kulminatsion, eng muhim joyiga yetib keldik, ya'ni uskunalarimizni qanday qilib
to'g'ri ishga tushirish kerakligini ko'rsatib beramiz. Birinchi o'rinda benzabakimizga benzinni quyamiz. Iloji boricha 92 markadagi benzinni quyish tavsiya etiladi. Undan so'ng bu yerdan moy quyamiz. Moy quyganimizda ham sifatli avtomobil yog'i, ya'ni 530 quyish tavsiya etiladi. Ana undan so'ng yoqilg'ini quydik, moyni quydik, benzinni bu yerdan on holatiga olib o'tdik. Mana offdan onga olib o'tamiz va yon tarafiga kelamiz. Bu yerda zaslonka bor. Off holatda turadi. Agar dvijokni, ya'ni generatorni biroz oldin ishlatgan bo'lsangiz, bizga o'xshab, ya'ni qizib turgan bo'lsa, on holatiga olib o'tasiz zaslonkani. Agar anchadan ba'zi bir 3-4 soatdan ba'zi ishlamagan bo'lsa yoki 1-2 kundan ba'zi ishlatmagan bo'lsangiz, холодный пуск rejimiga olib o'tasiz, ya'ni eng pastki qismiga. Biz biroz oldin ishlatdik, shuning uchun biz on holatiga qo'yamiz va richag'ni asta-sekin tortamiz. Xo'p, hozir endi birorta uskuna ulab ishlatib ko'ramiz. Bizda qo'limizda bolgarka bor ekan. Quvvati 1 kilovat. Shuni ishlatib ko'ramiz. Laboratoriyada bemalol ishlayapti. 1 kilovatda. Ekonom rejimda yoqib ko'ramiz. E'tibor bersalaring, mana оборотlar soni pasaydi va sal shovqinsizlandi. Ekonom rejimda ishlatyapti. Перегруз indikatori yongan yo'q, ya'ni ortiqcha kuchlangani yo'q uskuna. Past оборотlarda tiniq aylanib turibdi, chotki bo'lib. Ekonom rejimdan chiqaramiz. Оборотlar soni hozir oshdi mana. Yaxshi. Demak, katta 4,5 kilovatli generatorimizni hozir ishga tushirishni ko'rib chiqamiz. Knopkali bu. O'zgarishlarsiz bu yerdan yoqilg'ini qo'yamiz, moyini qo'yamiz u yerdan. Va shuningdek nimamiz, ya'ni zaslonkamiz oldi qismida. Buni холодный rejimga olib o'tamiz, холодный пускка, chunki bu uskunamizni hali yoqib ko'rmadik. Va shunchaki oddiygina mana bu zangor pusk tugmasini bossak kifoya. Va vikl tugmasiga olib o'tamiz. Indikatorlarga e'tibor bering. Yoqilg'i moyi joyida, yongani yo'q. AC indikator yonib turibdi, ya'ni ishlab turganidan dalolat beradi. Перегруз indikatori yongan yo'q, chunki hali hech narsa qilganimiz yo'q. O'chirish uchun shunchaki mana bu zaslonkamizni oxirgi pozitsiyaga olib o'tsak kifoya. Bu modelimizda start stop funksiyasi bor va shuningdek yon qismida richagi ham bor, an'anaviylikni sevuvchilar uchun. Hozir endi ushbu modelimizga bitta ikkita narsa ulab tekshirib ko'ramiz. 3 kilovatli pushkamiz va bizda bolgarkamiz bor ekan. 1 kilovatlik. Hozir ketma-ketlikda ikkalasini ham ishlatib ko'ramiz. 3 kilovatlik baqa. Bolgarkamiz bu yerga. Hozirgina ishlatganligimiz uchun endi холодный пуск funksiyasiga emas, shunchaki включить rejimiga olib o'tsak kifoya. Eko rejimdan chiqarib qo'yamiz, chunki biz 3 ga 1-1 qo'shsak 1 kilovatlik narsalarni ulab qo'ydik. Uskunamiz 4,5 kilovatlik maksimal toza berishi 4 kilovat. Yoqib ko'ramiz. Qani, bismillah. Yo'q, hali yetarlicha isimabdi, demak, холодный пускка qo'yamiz.
E'tibor beringlar. Hali Peregrus indikatori yongani yo'q. Ekonom rejim yoniq ekan. Uzr, ekonom rejimda o'chiramiz. Hop. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Indikator yongani yo'q. E'tibor beringlar. Kuchaytirib ko'ramiz endi pechkamizni. O'rtasiga qo'ydim. Bolgarkamizni qo'shamiz. Ishlayapti. Peregrus indikatori yongani yo'q hali ham. Endi boriga qo'yamiz. Boricha ishlayapti. Endi hozir bolgarkamizni qo'shib ko'ramiz. E'tibor beringlar. Peregrus indikator hali ham yongani yo'q. Ikkalasi bo'lib 1 kilovat narsa ulandi hozir. Soatda ishlab turibdi. Ishlab turgan ko'rinyaptimi buni? Ha, pardaga aylanib turibdi. Ko'rinyapti. Boriga qo'ydik buni, pushkani. Maksimal quvvati 3 kilovat. Bu 1 kilovatli bolgarka. Ekonom rejimdan chiqarganmiz. Mijozlarimizda savol paydo bo'lishi mumkin. Eko rejim bu qanday rejim? Eko rejim misol uchun uncha katta bo'lmagan, uncha katta quvvat talab qilmaydigan uskunalarni rozetkaga ulab ishlatsangiz, eko rejimni yoqib qo'ysangiz, uskunaga, ya'ni shu ulangan uskunaga yarasha oborotlar to'plab turib, past oborotlarda ishlab turadi. Ya'ni avtomatik tarzda necha oborotda aylanish kerakligini uskunani o'zi aniqlaydi. Va shuni hisobiga uskuna shovqinsizroq ishlaydi va benzin rasxodini ham 30-35% gacha kamroq rasxod qiladi. Eko rejim mana shuning uchun kerak. Hurmatli obunachilar, video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Videomiz so'ngida shuni xulosa qilib ayta olamizki, agar siz ushbu EPA generatorlarni sotib olsangiz, siz birinchi o'rinda yaqinlashib kelayotgan qish mavsumidagi uzluksiz elektr tarmog'idagi uzilishlardan endi qo'rqmaydigan bo'lasiz. Va shovqin haqidagi tushunchangiz batamom o'zgaradi va shuningdek ushbu uskunani sotib olgandan so'ng qo'shnilarimga xalaqit berib qo'ymaymanmi degan fikr va xayollardan butunlay ozod bo'lasiz. Shuningdek, ushbu generatorlarimiz invertorli motor bilan jihozlanganligi tufayli bemalol ushbu uskunalarimizga kuyib qolish ehtimoli juda ham yuqori bo'lgan, kuyib qolishga moyil bo'lgan ta'sirchan uskunalarni bemalol ulab ishlatsangiz bo'ladi. Sababi generatorlarimiz tokni o'ynatmasdan bir xilda stabil berib tura oladi. Mana shunday afzalliklari tufayli ushbu uskunalarimizni bemalol katta-yu kichik xonadonlarga, ofislarga, do'konlarga, turli xil marosimlarga, sayohatchilarga va kempingchilarga bemalol tavsiya etib qolamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarni doimgidek epamarket.uz onlayn do'konimizdan bilib olishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bizda hozircha shular. Bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.